Hadis borku payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi va yunsa'a lahu fi atharihi falyasim rahimahu der. Bir odam rizqi mo'l ko'l bo'lishligini yaxshi ko'rsa, umri uzun bo'lib ko'proq umr ko'rishlikni yaxshi ko'radigan bo'lsa, silay rahim qilsin dedilar. Silay rahim yaxshilik qilish, qavmi qarindoshlar holidan xabar olish, yetim yesillarning holidan xabar olish. Muhtaram jamoat, silay rahimda juda xil ish ko'p. Silay rahimda shu darajadagi muhtaram jamoat, insonning umri uzun bo'lishligi bilan birga Allohning rizoligini toptiradigan eng go'zal amal. Jannatga kirishlikka loyiq, munosib bo'lishlikka eng birinchi haqli odam silay rahim qiladigan saxovat pesha odam hisoblanadi. Xudoyo taborak va taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah yamhullohu ma yasha'u va yuthbit. Alloh xohlasa bandasini umrini uzun qiladi. Xohlasa umrini Alloh qisqartirib o'chirib qo'yadi. Bu Allohning ishi. Davud alayhissalom payg'ambar zodi. Bir kun o'tirsalar, ikkita odam kirib keldi dedilar. Azroil alayhissalom kelib, "Ey Davud, siz Allohning payg'ambarisiz. Mana bu odamning umriga bir hafta qoldi, 7 kunda o'ladi" debdilar. Bu odam 7 kunda o'ladi deb chiqib ketibdilar-da. Bir hafta o'tgandan keyin 5-10 kundan keyin haligi odam hayot kechiryapti ekan. Azroil alayhissalomdan so'radi, "Ey Azroil, siz menga mana odam 7 kunda o'ladi dedingiz, hayot kechiryapti-yu" deganlarda, "Ey Davud, nima qilay? Bu odam sizning huzuringizdan chiqishligi bilan silay rahim qilishni boshladi. Yaxshilik qilishlikni boshladi. Alloh jalla va alo aytdiki, bu bandani 7 kunga umrini 20 yilga cho'zib qo'yasan ey Azroil" dedi. "Men 20 yildan keyin buni jonini olaman." Muhtaram jamoat, silay rahim, yaxshilik qilish insoniyatning umrini ziyoda qiladi.